bo'lmasligini biz avariya deb aytamiz. Motor, sensor va sensomotor. Xo'p, motor avariyada bola o'ziga qaratilgan nutqni tushunadi, lekin gapirmaydi. Motor avariya ikki xil bo'ladi. Afferent va efferent. Bolada nutq chiqarish uchun ishlayotganimizda afferentmi yo efferentmi ajratib olishimiz eng muhim jarayon hisoblanadi. Chunki bitta afferentda boshqa ish qilamiz, efferentda boshqa ish qilamiz. Ko'pton olib kelgan o'ynaymiz deysizda, ko'pton oldiga boradi, to'xtab qoladi. Ko'pton so'zini u har doim eshitgan uchun ko'ptonligini yodlab olgan, lekin harakatni tushunmadi. Ya'ni siz nima ko'pton olib kelgan dedingizmi, tekkan dedingizmi, otgan dedingizmi, u o'sha narsani idrok qila olmadi. Va to'xtab qoldi. Autist bola buyursangiz ham oldiga bormaydi. Ya'ni unda ehtiyoji ham yo'q, qobiliyati ham yo'q. Uyaman deyman, ichaman deyman, sen ham ich desam, u ham olib qilib taqlid qilishimiz kerak. O'zini ixtiyoriy diqqati qancha, siz bilan diqqati qancha, o'shani ko'rishimiz kerak. Shuning uchun agar bola shuni idealni qilib bersa, men sложныйлаштiraman. Yashil ko'pton ol, ko'pton ol deb qiyinlashtiraman zadachani. Yozilgan buyruqni bajarmasdan otursa ham bu norma emas. U buyruqni tushunmayapti, u faqat predmetni funksiyasini bajaryapti. Biriga aytishga taklif qilib ko'ramiz, и обязательно buyruq berib ko'ramiz. Ober, menga qo'y, ober. Ya'ni noto'g'ri qilganini tushunib, keyin to'g'ri taxlasa, demak bola bittasini solib ko'rsatdim. Menga taklif qilib, u ham xuddi shunaqa qilsa, demak ana qisqa muddatli xotirasini ham bilib olishim mumkin. Afferent motor avariyada biz nima ish qilamiz?